Assalomu alaykum hurmatli Surxon muxlislari. Assalomu alaykum himoyachi Sanjarbek Ablayev. 47-raqam. Muhammadjon Tohirjonov ushbu vaziyatdan keyin zarbasini ko'ramiz. Uzatma. Bosh bilan zarba bo'ldi va Neftchi himoyachisi maydondan chiqarib yubordi Sanjarbek Maqsudbekov va bizda out. Navbatdagi imkoniyat uzoq masofadan zarba. Bilsam, eng nomer 1 inspektor hisoblanadi. Aniq va bir jamoasiga juda ham yaxshi muxlislik qilmoqda. Turli performans qilib, hozir to'p yo'qotildi. Neftchida xavfli vaziyat zarba, lekin Maksim diqqat bilan kuzatamiz, burchak zarba. Burqayev qo'lqoplar bilan o'ynadi. Hozir Pakborla Neftchi futbolchisi zarba, yana bir zarba va jarima maydonchasiga uzatma, to'p uchun kurash zarba va Abdurashidov. Haydarov yaxshi zarba berdi. Yaxshi diagonal uzatma, Pakborda Haydarov. Kiritdi. Karimov. Noodatiy tarzda Uchrashuvda hisob o'zgardi. Neftchi jamoasi darvozasiga to'pni 50 Shu bo'limdan keyin hisob 2-0 va yana bir imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Kamron Diqqat do'stlar, hisob qisqardi. Neftchi jamoasida gol. Uzatma. Ikkinchi qavat to'p uchun kurash va Mamad Saidov. Oxirgi daqiqalarida Neftchi emas, ko'proq Surxon hujumga o'tdi. Всё, Gofa, молодец. Yaxshi kombinatsiya hozir bo'ldi Neftchida. Mamad Saidov. Va uchrashuv tugadi do'stlar. G'alaba bilan tabriklaymiz. Surxon 2-1 hisob bilan g'alaba qozondi va barcha muxlislarni tabriklaymiz.